Rus ayig'i 19-asrning ikkinchi yarmida allaqachon g'arbga qarab hamla qilayotgan edi. O'zbekistonning birinchi poytaxti qaysidir ma'noda Buxoro. Agar u katta ulamo deb tan olinishi uchun albatta Buxoroda 2 yil bo'lsa ham o'qish kerak. Buxorodan yig'lab odamlar Amir izidan ketganligini. Amir oltinni ayagani yo'q. Faqat hech narsa sotib ola olmaydi. Eng katta, eng go'zal saroy Sherbidinni yoqdi, tekisladi, uning o'sha Mirza Shamsni, ya'ni oliy qo'mondonni o'ldirdi. Nimaga bugungi kunda Buxoro amirligining armiyasi 4000 ta? Amirlik qulagandan keyin 200 ming buxorolik Afg'onistonga ketadi. Hattoki Buxoro qarako'lini ingliz qirolichasiga kiydirish darajasiga erishish uchun bitta qarako'l narxini ot darajasiga chiqarish uchun qanaqa bir savdo nimasi kerak, yuksak bir madaniyat kerak. 1903-yil, 1906-yil, 1909-yil 3 ta madrasa quryapti. O'sha Bekmir Qozoq bu qizlar madrasasi. Bu juda qiziq narsa, menimcha yagona bo'lishi mumkin. Allaqachon Kogonda katta to'plar Buxoroga qaratib qo'yilgan deydi. Arkdan nimaga Machit Kalonga ketayotganda, otda ketayotganda fuqarolarning to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishini. Sovet davlati uchun o'zbek xonliklari real dushman edi. Sovet hokimiyati ularni ko'rgan, o'zi yo'q qilgan. Xo'p, xayrli kun yoki xayrli kech bizni tinglayotgan, tomosha qilayotgan aziz tinglovchilar, obunachilarimiz, bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni va biz bugungi qurultoyni ochiq deb e'lon qilamiz va bugungi mavzuyimiz nihoyatda qiziqarli. Mavzuyimiz esa Buxoro amirligining so'nggi kunlari. Bilamizki, Buxoro amirligi 19-asrga qadar eng yirik o'zbek davlati hisoblangan. O'sha boshqa 3 ta yirik xonlikka qaraganda u hududi, boyligi, harbiy va madaniy salohiyati o'laroq boshqalardan keskin farq qilgan va ana shunday qaysidir ma'noda yirik va qudratli davlatning rus zarbasiga juda oson mag'lub bo'lgani o'z paytida o'sha zamondoshlarni qaysidir ma'noda shok holatiga keltirgan va o'sha Buxoroning buyukligi, Buxoro amirining qudrati haqidagi gaplar qaysidir ma'noda unutilgan va bugun biz aynan mana shu Buxoro amirligidagi ahvol, uning parchalanish sabablari va muammolari haqida suhbatlashish maqsadida o'tovimizga takroran ustoz, tarixchi olim, falsafa doktori Bahrom aka Irzayevni lutfan da'vat etdik. Ustoz, xush kelibsiz. Va ijozatingiz bilan o'rtaga birinchi savolni tashlayman. Ya'ni 20-asr boshida Buxoroda ahvol qanday edi? Rasman mustaqil bo'lgan o'sha Buxoro Rossiyaga bo'ysunar edi, lekin amalda nimadir qila olar edimi yoki yo'q? Ya'ni mana shundan boshlasak. 20-asr boshida allaqachon yarim mustamlakachiligi ma'lum bo'lib qolgan. Nomigagina Abdulahadxon Karmanada o'tirardi deyarli. Buxoroga bormasdi ham, chunki Buxoroda o'zingiz aytdingiz, haligi hali ham asrlar davomidagi haligi ilm mash'ali degan mudarrislarning ta'siri kuchli edi. Odamlarda azgina emas, anchagina g'urur bor edi. Masalan, o'sha o'zaro yig'inlarda nimaga hadeb Peterburgga boraveradi, shundan ko'ra Makkaga borsa bo'lmaydimi, bu islom Buxoroy sharif bo'lsa degan yoki bo'lmasa e'tirozlar shakllanib kelayotgandi. Bu ojiz taxallusi bilan o'sha ko'pincha bir soz chalib, ko'pincha tushkun o'zini ahvolidan nima bo'lmagan Abdulahadxon o'sha Karmanada yashar edi. Endi tasavvur qiling, haqiqatan ham rasman mustaqil dedingiz, nomiga mustaqil deganda endi tumshug'ining tagidagi o'sha Kogonga so'zi o'tmaydigan amirning dan biz
nimanidir kutishimiz bu paytda 20-asrni boshida adolatsizlik ham bo'ladi. Sababi undan keyin uni o'g'li haqida ham masalan 20-yilgacha bo'lgan 10-20-yillardagi Amir Olimxondan ham endi men shu uchun bu gapni bu og'irroq gap. Bu gapni aytishdan oldin menda doim bir nima turadi, bir qisqagina nimani aytib o'tishim kerak. Chunki siz kirish qilmaganingizda boyagiday eng qudratlisi, eng odamlarni shokka tushirdi. Bu gapingiz haqiqat. Bu gapingiz haqiqat. Lekin Buxoro amirining yoki Qo'qon xonining yoki Xorazm xonining aybi bilan deyish to'g'ri. Lekin bitta narsani aytish kerak. Undan yaxshiroq imkoniyatga ega bo'lgan Sharq davlatlari ham ko'pchiligi, ayniqsa mana unaqa saqlab. Chunki mustamlakachi G'arb uzoq muddatli reja bilan ish olib bordi. Eslang, to'g'ri katta mulk miqdordagi mulk o'g'risi deb Rossiyani ba'zi bir konferensiyalarda tanqid qilgan bo'lsa ham, aslida vaziyat boshqacha edi. Rus ayig'i 19-asrning ikkinchi yarmida allaqachon g'arbga qarab hamla qilayotgan edi. Finlandiya olingan, Polsha navbatdagi Germaniyaga yaqinlashayotgan edi. Ikkinchi tomondan tez-tez o'sha Bolqondagi vaziyat va Istanbulning o'ziniki ekanligi haqida da'volar. Ya'ni bu narsalar G'arbni tabiiyki tashvishga solgan, unga bitta qopqon qo'yish kerak edi va aynan shu qopqon vazifasini Turkiston o'tadi. Ular va'da berdi. Demak, Turkistonga qarshilik qilmasligini, qo'llab-quvvatlamasligini haliyam Rossiya qo'rqar edi. Lekin ular va'da berdiki, uni G'arbdagi osongina o'zlashtirib ketayotgan holatidan to'xtatib e'tiborni bu yoqqa qaratishga va Amerikadagi urush sabab bo'ldi. Haqiqatan ham Rossiya nega bo'lmasa, agar shu gapimda jon bo'lmasa, bular ozgina odam jo'natgani yo'q. Angliyaga odam jo'natdi 2-3 marta, Fransiya, Italiya, Ispaniya birortasi yordam bermadi. Aksincha Eron teskari tonni kiyib oldi. Eron sababi unga tayinlab qo'yilgan edi. Afg'onlar kelayotgan qurollarni hujum qildi. Yaqindangina bizga aytishadi, ana Stoddardni unday qildi, uni bunday qildi. Yo'q. Agar istaganda 10 ta Stoddardni otganda ham Angliya demak Turkistonga yordam berishi mumkin edi. Bular allaqachon sezayotgandi. Ancha o'yin qilib kelayotgandi. Lekin Alyaskani berdi, har biriga shu o'ziga yarasha roziligini berdi. Boyagi Istanbul da'vosi uchundir balki Turkiya ham tushunishga harakat qildi va natijada biz deyarli bulardan ko'ra umuman o'sha mustamlakachi G'arbning uzoq muddatli strategiyasining qurboni bo'lgan desak, bu adolatliroq bo'ladi. Xuddi shu vazifani keyinroq bolsheviklarga ham qo'llandi. Ya'ni 1916-yil voqeasida ma'lum bo'ldiki, G'arbiy frontda qanday mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, 50 yil mustamlakadan so'ng Turkistonda ham xuddi shunday mag'lubiyatga uchradi. Hech narsaga erishmagan ekan. Butun xalq xullas ruslashtira olmagan ekan, xullas o'zini buyukligini isbotlay olmagan ekan. 16-yilda deyarli qil ustida qoldi va imperiyani qulatdi. Bu qaysidirmanda Turkistonning xalqining xizmati bor. Ikkinchi, bolsheviklar ham bolshevizm g'oyasini eng dunyoda inqilob qilishi mumkin bo'lgan. Bu yoqda Weimar Respublikasi, Germaniyada kommunistik partiyalar, Italiyada kommunistik partiya, Amerikada, Yaponiyada, Xitoyda kommunistik partiyalar o'sha payt paydo bo'lib qoldi. Lekin aynan bu yerdagi Turkistondagi istiqlolchilik harakati, hattoki o'sha Denikin, Wrangel hech narsa qila olmagan narsani bu yerda o'sha 35-yilgacha cho'zilib ketgan tinimsiz urushlar, tinimsiz nimalar, 100 minglab askarni bu yerda ushlab turishi ularning siyosiy bir harakatga olib kela olmasligi. To'g'ri, juda ko'p qon to'kilish evaziga insoniyatni bolshevizm deb dunyo inqilobidan qaysidir ma'noda ikkinchi marta qopqon bo'ldi deyishimiz mumkin. Shu uchun aynan shu joyda siz aytgan Buxoroning o'rni nihoyatda katta. Buxoroning o'sha g'oyasi, Buxoroni o'sha, ya'ni Qo'qonni bilamiz 300 yillik mustaqil 300 yil bo'lib qolgandi paydo bo'lganiga
katta, juda iqtisodiy salohiyati katta, lekin ideologik diniy markaz Buxoro edi. Biz bilmaymizki, Qo'qon xonligida na Toshkentda na birorta yirik shaharda agar u katta ulamo deb tan olinishi uchun albatta Buxoroda 2 yil bo'lsa ham o'qish kerak. Bu juda muhim narsa. Xuddi bir xalifalikning markazidagi gap. Nosirxon To'ran bo'ladimi yoki boshqa hamma ulamoni oling, hamma oddiy boshqa sohadagi odamni ham oling, albatta Buxoroning tuprog'ida biroz o'qish kerak. Bu o'sha mafkuraviy markazligini anglatadi. Hattoki mana 40 yil davomida qozi bo'lgan nima ham Salimoxun ham 20 yil qariyb Buxoroda o'qigan. Bu nima Xiva madrasalarida, o'sha Xorazm madrasalarida obro'l. Hattoki nima aytadi? Zaki Validiy To'g'on aytadi, biz tatar ulamolarining ichida hurmatliroq hisoblanardik, chunki meni tog'alarim va qarindoshlarim Xiva Buxoro madrasalarida o'qigan edi. Ya'ni ularning bu yerda o'qiganligi boshqa o'sha yerda o'qib ta'lim olib olim bo'lganlarga nisbatan buni ishontirish uchun bu qudrat bu qo'shin bilan hal qilinmaydi. Shuning uchun Buxoro o'sha mavqeda uzoq asrlar bo'ldi va shunday ilmiy salohiyatga ega edi. Bu Amir Olimxonni shuncha qo'shin, shuncha samolyotga qarshi tirik chiqib ketishining o'zi ham tirik chiqib, keyin shundan keyin Frunze kechirilmadi, o'ldirildi Frunze. Frunzeni bu muvaffaqiyatsizligi, ya'ni Amirni tirik qo'ldan chiqarishi bu kechirilmay keyin oxir o'limigacha olib keldi. Endi ikkinchi, hozir aytdikki, demak Buxoro haqiqatdan ham nimaga aylandi va keyingi so'nggi 20 yil haqida suhbatlashadigan bo'lsak, Abdulahad xonni aytdik, ozgina irodasiz edi. Bundan foydalangan Buxoroda sanoat rivojlandi. Eng qizig'i, yosh buxoroliklar harakati vujudga keldi. Endi o'sha ojiz hukumatdan foydalangan savdo sanoat yoki davlatmand kishilar endi o'sha jahon bozoriga qarayapti. Hukumat boshqaradigan nimaga ega emas. Turli yo'llar bilan demak Yevropaga chiqish yo'llarini, savdo yo'llarini qidiryapti va o'sha paytda zavodlar, fabrikalar paydo bo'layapti va jahon bozoriga ulanyapti. Endi ayni paytda 12 yil davomida Qarshida hokimlik qilgan so'nggi Buxoro amiri Amir Olimxonni men yaqinda Qarshiga borganimda ko'rdim. 1903-yil, 1906-yil, 1909-yil 3 ta madrasa quryapti. Bu o'sha Bekmir Qozoq, bu qizlar madrasasi. Bu juda qiziq narsa, menimcha yagona bo'lishi mumkin. Ikkinchi Abdulaziz madrasasi. Bu madrasalar bitta shu bu odamlar o'zlari qorako'l savdogarlari, hech qanaqa olim, odatda shunaqa insonlar qurardi katta. Oddiy qorako'l savdogarlariga o'zingdan bir narsa qolsin, ma'lum endi madrasani shunday binoni qurib qo'ymaydi odatda. Madrasani doimiy talabalarini va mudarrislarni ta'minlash uchun ta'minlash uchun, faoliyatini ta'minlash uchun katta miqdorda do'konlar, bozorlar, vaqf ajratadi. Demak, shunga ishontira olgan ma'rifatli inson sifatida va keyinchalik 1910-yil dekabrda otasi vafotidan so'ng 30-dekabrda hokimiyatga Amir Olimxon keldi va Amir Olimxonning 11-yildan boshlab bir islohotchi sifatida ko'ramiz biz. Ya'ni o'sha to'ylarni ixchamlashtirish yoki bo'lmasa ta'limni, eng qizig'i o'sha arkdan nimaga Masjid Kalonga ketayotganda, otda ketayotganda fuqarolarning to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishini, ya'ni otning yoniga xaltachalar qo'yib, odamlar to'g'ridan to'g'ri jumaga ketayotganda borib murojaat qilar. Chunki u eshitib qoldi, Amir Olimxonga shikoyati yetkazishning iloji yo'q. Odamlar borardi, Buxoroda bir 3 kun 4 kun yashardi, jumaga chiqishini kutardi. Odamlar odamlarning orasidan o'tardi. Shu paytda demak keyin o'zi o'qishga harakat qilgan. Bu o'sha payt uchun hozirgi portalga o'xshagan bir juda katta hodisa edi. Keyin maktablarda, ta'limlarda hattoki biz aytishimiz mumkin, u o'sha Qarshidagi davrida va faoliyatining dastlabki davrida jadidlarni qo'llab-quvvatlagan. Men buni Ostona quli Qushbegining tergovida o'qiganman. U aytadi, nimasi bilan, endi u Qushbegi bo'lgan-ku, moliyachi bo'lganda, soliqchi bo'lgan,
shot fakturasi bilan ko'rsatgan, mana bu pulni mana jadid maktabiga men jo'natganman. Ya'niki bu o'sha gazetalar ochilishi, o'sha demak nimani jadid maktablarini qo'llab-quvvatlash bu Buxoro amirligida demak o'zining so'zini, o'zini maqsadini o'tkazish uchun kerak edi. Go'yoki endi Buxoro amrida o'sha jadid maktabiga jo'natganning xotini taloq, demak o'zi kofir degan e'lonni berganlar Buxoroning ulamolari emas. Bu Buxoroga qo'yilgan demak imperiyaning odamlari. Imperiya Buxorodan juda qattiq xavotirda edi. Buni qayerdan biz bilamiz? 11-yilning avgustida Peterburgda imperator qabul qiladi. Imperator ikkita kishini qabul qiladi. O'sha yili hokimiyatga kelgan Asfandiyor xon, Xivani xoni, ikkinchisi Buxoro amiri Olimxon. Ikkovi ham yosh, ikkovi ham mamlakatini demak taraqqiyotini ko'zlaydi. Ikkovi ham demak yangi bir narsalar qilmoqchi, vaziyatni biladi. Ikkovi ham jadid gazetalarini o'qigan, dunyodan xabari bor. Lekin qizig'i ikkovini uchrashtirishda o'zlari uchrashib qo'ysa bo'lmaydimi? Yo'q. Buni Peterburgda tashkil qiladi, maxsus tashkil qiladi-da, shunda Asfandiyor xonga aytadi. Maxsus generallar kuzatuvida va aytadiki, sen borasanmi, u kelsinmi seni yoningga? Keyin bu aytadiki, to'g'ri, u juda ham meni oldimda badavlat, men ham bir ikki oy nima bo'ldim, lekin agar imperator hazratlari meni oldimga u kelsa juda maqsadga muvofiq bo'lardi deydi. Shuni yetkazing imperator hazratlariga deydi. Keyin bu tabiiyki Olimxonni va Buxoroga nisbatan endi behurmatlik bo'lardi va bu Olimxonni qarang, bu lekin odam jo'natadi. Odam jo'natayotganda maxsus o'zining o'sha xizmatchisini bu Matmurodovlarning kichkinasiga aytadi, borasan deydi, shart shunday deydi. Oldida gilamda o'tirmaysan deydi. To'g'ri borib stolda o'tirasan, kutib hurmat bajo qilmaysan deydi. Sovg'a qilsa olmaysan deydi. Keyin to'g'ridan to'g'ri fikrimda aytasan, siz bilan xon uchrashmoqchi deb aytasan, tavoze ko'rsatmaysan deydi, qaytib kelasan deydi. Keyin bu xonning buyrug'ini eshitgan Husayn Matmurodov endi tabiiy biladi. Keyin bu ukasiga aytadi, borma deydi, o'zim boraman deydi. Boradi, gilamda o'tiradi, hurmatini qiladi, chunki u yoshi katta tajribaga ega bo'lgan odam, chunki Xorazm bu paytda atrofi cho'l, faqat Buxoro orqaligina Turkiston kelishi mumkin. Bu qulay doimiy savdo aloqalari bor va mulozamat ko'rsatadi. Faqat edi tushunasiz, sizni suhbat nima qilmoqchimiz deb juda chiroyli aytadi. Keyin buni kuzatib turgan ayg'oq Husayn Matmurodovning buyruqni bajarmaganligini Asfandiyorxonga yetkazadi. Sen teskari qildi, hurmatini qilib. Keyin Husayn Matmurodov keladi-da, shunda ham Olimxon hech qanday nima ko'rsatmaydi. Baribir ham bir behurmatlik ko'rsatmaydi-da, mendan oltin sovg'a, soat sovg'a qiling deb sovg'a beradi. Uchrashuvdan oldin. Va oltin sovg'ani beradi, u qaramaydi ham va ikkovi uchrashadi. Uchrashuvda xullas birinchi xatoni bo'lgan, lekin Amir Olimxon keladi. Qizig'i, ikkita quyilgan shu choy olinmadi. Ular 30 minut bir-biriga qarab turdi. Ikkovi ham gap boshlamadi, burilib ketdi. Ya'ni maqsadga erishdi. Kelishuvda bir-birini quchoqlab, nima, o'zi generallarning maqsadi shu edi-da. Yo'lda kelayotganda endi demak ikkovini ham boshqarish mumkin. Demak, mana bu 11-yilda bo'layotgan hodisa. Ikkovi birlashadigan bo'lsa, muammo bo'ladi. Maqsad shu narsa. Maqsad endi odamlar orqali. Ikkinchi bir narsa, 20-asrning boshidanoq kelishuvda bor edi. Zarafshon suvining yagona daryo Buxoroni sug'orish mumkin bo'lgan Zarafshon suvi. Zarafshon suvining endi 3dan 1 Buxoroga tegishi kerak. Va bu kelishuvni buzgan holatda ataylab imperiya o'sha hududlarda katta joylarni o'zlashtira boshlaydi
maqsad Amirni bo'g'zidan olish. Amirni inq etmaydigan qilish uchun Zarafshon deyarli nimaga bormasdi, Buxoroga bormasdi, bu qoidani buzardi va aynan suv kerak issiq paytlarda suvni bekorga bu yoqqa oqizib yuboradi. Amir odamlar yig'lab kimga boradi? Amirning oldiga bo'ladi. Ojiz Amir esa demak yolvorib Kogonga yugurib boradi. Kogonga yugurib kelgandan keyin u albatta to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi. Unga ma'lum bir sovg'alar nima qiladi? Chunki xalq qo'zg'olon qilishi mumkin. Uning dehqonchiligi qovjirab, bola chaqasi och qolayotgan dehqonning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Shu uchun dod faryod solgandan keyin juda qimmatga pul suvni sotib oladi, keyin suv kela boshlaydi va shu yo'l bilan u doim tili qisiq holatda ushlab turiladi. Ba'zida mana shu davr tarixini o'qisam, eshitsam o'ylab qolaman, aslida shu Igra Prestolovga o'xshagan jarayonda o'zimizda ham bo'lgan deb taxtlar o'yini. Endi hozir menda bir ikkita fikr tug'ilib qoldi. Avvalambor Turkiston nimaga bunaqa osonlik bilan egallandi degan masala. Endi bu haqda ko'p yozilgan, katta o'yin, Britaniya bilan Rossiya imperiyalarining qarama-qarshiligi va hokazo deyishadi. Ko'pincha qanaqa tushuntirish keltiriladiki, ya'ni Rossiya Hindistonga intilayotgandi. Afg'oniston, undan keyin Hindiston, u yoqda Britaniya bilan to'qnashar edi. Shuning uchun qanaqadir kelishuv bo'lgan. Turkistondan voz kechgan Britaniya yo'q deyiladi. Endi hozirgi aytgan qarashingiz, ustoz, bunga ya'ni mantiqi o'xshash, ya'ni o'sha yirik kolonial imperiyalarning qarama-qarshiligi, lekin muammo aslida boshqa joyda bo'lgan bo'lib chiqyapti. Ya'ni o'sha Rossiya Yevropaga qarab kengayishi, Usmonli yerlariga da'vo qilishi tufayli Turkiston qurbon qilinadi. Chunki rostdan Usmonli bu nima deydi? Usmonli sultoni bu musulmonlarning xalifasi bo'lgan. Amir Muzaffar xalifaga maktub yozgan. Bizga hujum bo'lyapti. Shunaqa qanaqadir musulmonlar qirg'in bo'lyapti, adolatsiz urush olib boryapti. Ya'ni o'sha urushni ham odobi bor, xalqaro qonunchiligi bor. Unga amal qilinmayapti deb xat yuborgan. Undan keyin o'shanda aytishadiki, Usmonli sultoni ham nima qilishini bilmagan. Ya'ni rasman endi himoya qilib chiqishi kerak, vazifasi. Lekin siyosat bor o'rtada. Bu yoqda siyosat bor, kelishuvlar bor. Siz aytgandek fikr qisman tasdiqlanyapti. Eng qiziq tomoni, Toshkent olingandan keyin Toshkentda elita qatlamini to'plab, ixtiyorimiz bilan qo'shildik deb xat qilingan. Xatni keyin o'sha Istanbuldagi Rossiya elchixonasining devoriga qistirib ketish. O'sha o'zlari elchixona vakillari osib qo'yishgan. Mana Turkiston ixtiyori bilan qo'shildi degan shunaqa o'yinlar bo'lgan. Ya'ni u davr haqida ba'zi bir keng tarqalgan ilmiy qarashlar bor. Demak, sal ulardan farq qiladigan qarashlar ham ilgari surilyapti. Men tushunganim, ulardan ham o'ziga yarasha xulosalar qilish mumkin. Yana bir masalani aytmoqchi edim. Hozir ustoz to'g'ri ta'kidladingiz. Biz Sovet tarixchiligini an'analarini davom ettiramiz. Ya'ni rus qo'shinlari hujum qilishiga sabab Amir o'zi hujum qilib qo'ydi ularga. Javob berdi. Keyin amirlarimiz juda irodasiz edi, sust edi. Chala savod edi, dunyodan bexabar edi, Peterburgga ovqatda kiraman deb kattalik qilib qo'yuvdi. Qo'qon rus qo'shini bilan olishayotganda bir narsa qiluvdi deymiz. Mana shu Sovet narrativlarining takrorida. Endi ba'zilarida haqiqat bor, lekin bir narsani tushunish kerak. Sovet davlati uchun o'zbek xonliklari real dushman edi. Sovet hokimiyati ularni ko'rgan, o'zi yo'q qilgan. Shuning uchun tabiiyki dushmanni biroz yomonlashi, bu salbiy bo'yoqlarda ko'rsatish kerak. Salbiy bo'yoq berish tabiiy. Shuni bizni bugungi tarixchilikda ko'p inobatga olishmaydi. Faqat xonlar yomon edi, xonlar aybdor, bosh toqlik bir narsa deyishadi. Aslida o'sha davr hujjatlarini o'qisangiz,
Asfandiyorxon juda ziyoli odam bo'lgan, Olimxon ham ziyoli bo'lgan. Islomxo'jani faoliyatini qarang. Ostonaqul yoki Ostonaquldan oldingi qushbegilar davlatchilikni tushungan odamlar bo'lgan ular. Hujjat yuritgan, g'aznani yuritgan, davlatni boshqargan savodli insonlar bo'lgan. Ichki va tashqi siyosat ham bo'lgan. Hammasi bo'lganda, ya'ni aytmoqchiman, biz o'ylagandaqa dunyoni tushunmaydigan, Qoloq. saroydan tashqariga chiqmagan odamlar bo'lmagan. Juda yaxshi o'z davrini yaxshi tushungan odamlar bo'lganda, shuning uchun hozir menga asosli tuyulyapti, ya'ni doim qanaqadir irodasiz, dunyoqarashi tor xonlarni aybdor qilish noto'g'ri. Umuman o'zi kuchi yetmasligi kutilgan holatida. Keyin nima deydi? Siz aytgandaqa geosiyosiy vaziyat ham bo'lib qolgandi, shuning uchun sabablarni biz boshqatda o'rganishimiz kerak. Bu borada men qozoqlarga tan beraman. Qozoq tarixchilari hech qachon aytmaydi bizni xonlarimiz irodasiz deb, biylarimiz ahmoq edi, shuning uchun aksincha ko'klarga ko'taradi. Aytadi, Abulxayr juda zo'r edi deydi, u majbur bo'ldi ruslarga bo'ysunishga deydi, yoki Kenasari qahramon edi deydi. Harakat qildi ular qo'ldan kelgancha deydi. Ularda yondashuv boshqacha. Hatto ruslardan mag'lub bo'lgan, Rossiyaga qo'shilgan, Rossiya bilan ishlashga majbur bo'lgan yoki ishlagan amaldor, xon, biy va boshqa arboblarini unaqa hammasi xoin edi, hammasi kaltabin edi demaydi-da. Aytadi, qaysi biri majbur bo'ldi, qaysi biri nima deydi? Harakat qildi, kuchi yetmadi deydi. Balki biz ham o'rgansak shunaqa narsalar chiqib kelar. Masalan, o'z davri uchun xonlar, amirlar juda buyuk shaxslar bo'lganda, juda katta imkoniyati bo'lgan, savodi yuksak bo'lgan, islohotlar ham qilingan, ma'lum darajada shu jadidchilik harakatini shakllanishiga yo'l berganini o'zi ham, jadidchilik demaylik, yosh buxoroliklar va yosh xivaliklar harakatini vujudga kelishiga imkoniyat bergan, yo'l bergan. O'zlari ham qanaqadir islohotlar o'tkazgan. Feruz bo'ladimi, Asfandiyorxon, Abdulla Xatxon ham hatto nimadir ishlar qilgan. Endi uni farzandi ham qilganda, bu mana shu jihatlar hali bizda yaxshi o'rganilmagan. Keyin zamondoshlar o'rtasida shunaqangi noto'g'ri fikr paydo bo'lib qolganki, o'sha xonliklar yoki deylik amirlik birlashmadi, birga bo'lmadi, lekin vaholanki bu yerda fitnalar bor, geosiyosat bor. Mana ustoz yuqorida ta'kidlab o'tgandek, bu narsaga shunchaki imkon yaratishmagan, ya'ni o'yinlar bo'lgan. Lekin shu o'rinda savol tug'iladi ustoz, ya'ni qo'shnilar bilan ahvol qanaqa bo'lgan? Ya'ni Buxoro amirligining o'sha deylik Eron bilan, Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatlari qanday bo'lgan u davrda? Xiva haqida gaplashdik. Xivani bildik zotan. O'sha paytda aytdikki, demak, Afg'oniston bilan Afg'onning ma'lum bir umuman olganda o'sha Sherali xonning kelishini tasavvur qiling. Xivada yuribdi, ular o'sha Duran bitimi ingliz Afg'on urushlari davrida bir qismi demak o'sha qochgan bu yoqqa. Ya'ni Rossiyadan nima topgan, panoh topgan va bular qurol bilan ta'minlab turgan. Bu yerda o'sha kelishuv bo'yicha Amudaryodan nimani Buxoroni maqsad nima edi? Buxoroni tashqi nimasini yopish. Amudaryoda allaqachon odamlar hamma o'tish mumkin bo'lgan joylarda rus armiyasi zastavalari bor edi va amir qayoqqa qarab nima harakat qiladigan bo'lsa, Kogonda u ruxsat olish kerak edi. Boya aytdim, allaqachon tashqi siyosat masalasida. Endi qarang, 17-yil bolsheviklar voqeasiga kelaylik. O'sha paytda nega amir harakat qilmadi? Amir oltinni ayagani yo'q. Faqat hech narsa sotib ola olmadi. Uni hukm allaqachon qabul qilib bo'lingan edi va endi 17-yildan boshlab u jon jahdi bilan qo'shin to'plashga, hattoki mana Abdulla Po'latov deydi, Abdulla Boyvachcha deydi. May oyidan bir oy nima o'tkazadi? Buxoroning yaqinida shu nima Naqshband atrofida hududda bir sayxonlikda pahlavon odamlarni chaqiradida kurashganiga qo'liga nima beradi? To'qsobolik unvonini beradi. Chunki urush bo'ladi, ertaga unga To'qsoba harbiy unvonini bersam, Qorovulbegini bersam,
nima qilsam ertaga menga armiya bo'ladi deb. E'tibor bersangiz o'sha paytda demak yuzlab, minglab odamlarga shu oddiy kurashda yutganga ham, boshqaga ham harbiy unvon berib tashlagan. Sababi bu harakat qilayotgandi. Qurol keladigan bo'lsa, demak xalqqa ta'sir o'tkazayotgandi, chunki bolsheviklarni sezdi. Va endi 17-yilgacha bo'lgan davrda ham Amir Olimxon mana Birinchi jahon urushi ketyapti. O'sha paytda ham iloji boricha qo'shinni to'plashga harakat qilgan. Masalan, bitta Amir Olimxon Qo'qonda Turkiston muxtoriyatini tabriklab noma yozgan, qo'llab-quvvatlashga harakat qilgan. Albatta, Kogonning achchig'iga tegmagan holatda. Endi yosh buxoroliklardan bular vosita sifatida foydalangan. Endi biz yosh buxoroliklarga kelamiz. Yosh buxoroliklar 14-yildayoq siyosiy o'zlarining dasturini e'lon qildi. Dasturida nima deyapti? Dasturida o'qib ko'radigan bo'lsangiz, Buxoro shariat davlati, to'g'ri. Shariat ustuvor bo'ladi, lekin amirning vakolati cheklanadi. Amirning xarajati cheklanadi. Amir nimaga shunaqa pul qiladigan bo'lsa, moliya tasdiqlagandan keyin buni ishlata oladi. Endi 10 ta vazir bo'ladi va bosh vazir vazifasini tashqi ishlar vaziri o'ynaydi. Ya'ni bosh vazir tashqi ishlar vaziri yo'naltirilishiga qarangda asosiy. Demak, tashqi ishlar vaziri nima desa shu bo'ladigan bo'lsa, u tabiiy, ya'ni tashqaridan umid qilyapti. Ikkinchidan 10 ta vazirlikning ichida masalan hamma zabtiya vaziri bor, aytayaptiki, biz Rossiya bilan o'sha birinchi marta 65-yil 68-yildagi kelishuvda 12 ming qo'shin saqlashga ruxsat olgandik deyapti. Buni yosh buxoroliklar aytayapti. Kelishuv bo'yicha nimaga bugungi kunda Buxoro amirligining armiyasi 4 mingta? Aqalli o'sha 12 mingtani tashkil qilaylikda, o'shani zamonaviy qurol bilan ta'minlaylik deyapti. Ya'ni yosh buxoroliklar ham bilib turibdi. Yosh buxoroliklar ham davlatni yo'q qilish tarafdori emas, odam topib. U demak 12 mingta armiyani ta'minlaylik. Armiyaning ichida nimalar vrachlar bo'lsin, armiyadagi soldatlarga maxsus kiyim bo'lsin, qurol yarog' bo'lsin, maxsus binolar bo'lsin va bu yo'l bilan demak ertaga bir hujum bo'ladigan bo'lsa, o'zini o'sha kelishuv darajasida va ularning huquqi baland bo'lsin, oylik yuqori bo'lsin. Endi ikkinchi, suvga muammoni yo'qotish uchun Amudaryodan suv olib chiqaylik. Hech qanday kelajakda biz nimadan Zarafshondan umid qilishimizda iloji yo'q. Samarqand rivojlantiriladi, o'sha hududlar Amudaryodan suv olib chiqib, demak eng kamida sug'oriladigan joylarimizni ko'paytiraylik. Bu 14-yilda yo'q. Demak, yosh buxoroliklarning siyosiy maqsadi edi. Ular amirlikniga yoki bo'lmasa o'sha munosabatiga qarasangiz, Qushbegiga juda yuksak hurmat ko'rsatadi. Ya'ni davlatchilikka ular xiyonat qilmoqchi emas. Endi asosiy muammo amirda ham emas, asosiy muammo mustamlakada ekanligini ular juda yaxshi biladi. Keyinchalik ba'zi narsalar sho'rolarning nimasi bilan qayta yozilgan. Keyinchalik endi bularning ichida Fayzullo Xo'jayevni oladigan bo'lsak yoki Fitratni oladigan bo'lsak, ular uchun Buxoroni yo'q qilish maqsadi ham yo'q, amirni yo'q qilish ham maqsadi yo'q. Endi sababi amir ham e'tiborli edi. Bitta narsani men ko'pincha o'qib o'zim juda hayron bo'lganman. Amir har yili an'anaga ko'ra madrasani bitirganlarning ichidan 10 nafarinimi, 15 nafarinimi o'zi nima qilar ekan, imtihonida qatnashar ekan va imtihonda savol javobdan keyin o'zi o'sha kerakli hududga qozi yoki bo'lmasa mufti yoki bo'lmasa imom lavozim berib, bek o'sha nima lavozim berib jo'natar ekan. Endi shunday paytda Jahongir xo'ja degan bir yigit aytadi, uning xotirasida bor, unga savol beryapti tergovchi, qanday qilib sen amirga kuyov bo'lib qolding deyapti. Keyindan keyin shunaqa bo'ldi, birinchi yili imtihonda adolatsizlik bo'lgan ekan, meni imtihon topshirayotgan yilim 2-yil edi. Oldimda 3 ta o'qituvchi bo'ldi, bizlar 12 kishi edik. Yangi naryoqda odam ko'rmaydigan tomonda yana 3 ta o'qituvchi bor ekan. Ular odamni ko'rmaydi, kimligini tanimaydi, faqat eshitganiga qarab bahosini qo'yar ekan. Xolis bo'lish uchun.
shu uchun men o'sha kuni nimada edim, kiyimim nimaroq edi, chetda ham yosh edim, chetda o'tirgandim, iloji bo'lsa Amir zerikib ketib qolsa shu nima menga e'tibordan qilmasa, Amirdan imtihondan qo'rqqan ekan. imtihondan qo'rqdim deydi, chetda o'tirdim deydi. Bu yerda nimalar bor edi deydi, o'sha beklarning, ulamolarning bolalari, juda bilimlilar bor edi deydi. Ular topshiraverdi, har qaysiga bir chopon kiygizib, katta oltin pul berib kelaverdi deydi. Mendan ikkita oldindagisi qori ekan deydi. Qori o'zini bildirib qo'yish uchun Qur'on tilovat qilib boshlar ekan. Nimadan oldin? Savol javobdan oldin. Keyin qaradimki, Amir juda ta'sirchan ekan, Qur'onni yaxshi ko'rar ekan. Keyin men ham qoriligimni bildirish uchun birdan tilovatdan boshlab yubordim deydi. Keyin davom et deb boshni qimirlatib o'tiraverdi deydi. Keyin 2-3ta savol bergandan keyin oxirida bo'lgani uchun imtihon keldi deydi. Imtihon javob keldi deydi o'qituvchilarni. Keyin bordida ko'p oxirgi hamma narsasini olib meni oldimga yaqinlashaverdi. Nariyoqdan yana keldi deydi. Ikkinchi baho keyin ta'sirlandida qo'ldagi narsani tashladi deydi. Keyin mendan so'radi, sen kimsan deb aytdi deydi. Ha, men shu Jahongir xo'jaman. Keyin kimlardansan dedi deydi. Jo'yborlardanman. Keyin qo'ldagi narsani tashlab yubordi deydi. O'zicha mansab rejalashtiruvdi. Keyin men senga beradigan pulim nima ekan? Hech narsa emas ekan. Faqat xazinamda bitta nimam bor, xazinamda eng duri bor, Sidiqa degan qizim bor, uylanasanmi deb aytdi deydi. Keyin yo'q demayman-ku, shu bilan nima bo'lib qoldim deydi. Asli o'zi aravakash otam edi deydi. Shu nima bu imtihonda, ya'ni Jo'ybor xo'jalaridan ekani rostmi yoki? O'roq xo'janing amakisi haqiqatdan ham, lekin u aytgan narsasida boya kambag'al o'sgan. Endi Jo'ybording ham 16-asr emas-ku, bu 20-asr. Ancha qashshoqlashib qolgan. Soni ko'payib ketgan birinchidan va ular ichida nimadan keyin ba'zi vakolatlarni nima davrida yo'qotgan. Shu uchun haqiqatdan ham otasi aravakashligi, keyin ikkinchi guvohliklarda ham bor. Bular shunaqa bo'ldi, shunaqa nima bilan yashaydi deb, lekin bu odamda Amirda shu nima saqlanib qolgan. Boshqa hali vlastini yo'qotgan bo'lsa ham e'tiborini yo'qotmoqchi emas va adolatga harakat qilyapti. Xalqning bekordan bekorga yutqazgan Amir bilan Buxoroning yarmi chiqadigan yutqazgan Amirning orqasidan bir odam ergashdimi? Bu katta narsa. U aytadi, u Buxoro xalqini hasratlaridagi ertak gap emas u. Barcha guvohlar aytadi, Buxorodan yig'lab odamlar Amirning izidan ketganligini. Bunday bo'lish uchun Amir boyagi aytganingizdek olchoq bo'ladigan bo'lsa, demak xalq ham shuni bilish kerak. Shunday odamlar borki, mana bu yerda o'sha jinoyat ishida bor bir uning tog'asi bo'lgan G'uzorning hokimi Akromxon To'ra deydi. Akromxon To'rani qo'lida harbiy edim deydi. Menga ko'rsatma bo'ldi. O'sha urush dan yaralanib uyda yotganimda Akromxon To'rani ayollari bilan olib chiqib ketasan deb deydi. Men deydi nima karvon yasab oldim, eshakdan, tuyadan bir arriq e'tibor tortmaydigan xunuk narsalarni ustiga yopdim-da deydi. 4-5ta qo'limdagi endi allaqachon yutqazgan qizillar hamma joyda tekshirib yuribdi, Amirning odamlarini tutish uchun va shunaqa bir kambag'al qishloq karvonchasini yasab oldim-da, o'shalarga ayollarini mingizib eski kiyimda kechqurun yuraman, kunduz yotamiz, panalab kechqurun yuramiz. Men Afg'onistonga aytilgan joyga yetkazgan paytimda hali Amir Dushanbeda edi, yetib kelmagan ekan. Bir oy davomida ularning sharoitini qildim. Keyin uzr so'rab, ruxsat so'radim xonimdan deydi o'sha va o'shanda aytdiki, sen qolgin dedi. Men lekin oilam, farzandlarim bor. Men sizlarni o'sha nima qilish uchun olib keldim. Keyin kelib dehqonchilik qildim. Men Akromxon To'radan yo'lda kelayotganda nima so'radim? Mening nimamni olib tashlang, mas'uliyatimni. Endi davlatimiz yo'q bo'ldi. Men endi ota kasbim dehqonchilik qilaman. Urushdim, o'lmadim dedim deydi. O'lmaganimdan keyin endi yashab nima qilaman? O'sha lavozimi to'qsa bormi? Meni ozod qiling dedim deydi. Va shundan beri dehqonchilik qilyapman. Hech kimga zararim tegmadi deydi. Tasavvur qiling.
meni boyagi borib kelganimdan hech qachon afsuslanmayman deydi. Men sadoqat bilan o'sha selarding deydi, agar bir ofitserlaring shunday nima qilmaydigan bo'lsa, sizlar kechirasizlarmi degan savol qo'yadi. Ya'ni men burchimni o'sha olgan to'qsoboligim uchun shu ishni qildim jonimda. Bu meni vazifam edi va shuni oldirdim amirdan so'rab deydi. Boyagi mavzuga yana bir qaytib olaman. Sovet davlatini amirlikka munosabati. Aytdim-ku, juda dushman bo'lgan, dushmanni pastroq tasvirlashga harakat qilgan. Mana misol esimga kelib ketdi. Yevgeniy Berezikov degan bir yozuvchi bor. Uni Krasnaya Buxara degan bir romani bor. U roman badiiy kitob, o'sha Buxoro amirligining oxirgi yillariga bag'ishlangan. Abdulla Xotxon davri, Olimxon davri. O'shanda endi sovet dunyoqarashidan kelib chiqib yozilgan kitob. Qanaqa ko'rsatgan, oddiy xalq juda ham qiynalgan va oliyjanob ziyolilar kelgan, Peterburgda o'qib, hammasi kommunizmga, bolshevizmga nima simpatiyasi bor. Amir va uni amaldorlar hammasi olchoq, maishatparast. Keyin yana bitta shunaqa propagandistik asar bor. Падение Buxarskого Emirata degan film bor. Juda uni ko'rsangiz, endi karikatura qilib tashlaganda, Amir Qushbegini shundoq masxara qilib tashlagan. Aqlsiz, odobsiz. Askarlarini masxara bosib ko'rsatgan, ularni yoniga qo'shib jadidlarni ham yomonlagan. Hamma yomon, hamma Britaniyaga sotilgan. Shunaqa qilib ko'rsatilganda, endi lekin aslida ustoz ham aytadilar, bir manbalarni o'qisangiz, ikki tadqiqotlarni o'qisangiz, boshqacha dunyoqarash, tasavvur ham boshqacha tasavvur hosil bo'ladi. Masalan, kichikroq davlatda ham baribir shu kichikroq davlatning eng buyuk shaxslaridan biri uni rahbar bo'ladi baribir. Bizni ko'zimizga Buxoro amirligi, Xivaxonlik kichkina ko'ringanmi, o'sha davlatdagi eng katta odamlardan biri Amir Xon bo'lgan. Nima deydi? Odamlarning munosabati ham shunga yarasha bo'lganda, shu davlat fuqarolari juda ham hurmat qilgan. Yana biz hamma Amirxonlarni ideallashtirib olmaylik-ku. Men xalqda tasavvurni aytaman-da. Ya'ni u baribir xon, u amir, u buyuk odam degan mana shunaqa o'ziga yarasha tavoze bo'lgan, hurmat bo'lgan, rostdan ham davlat qulaganda, amirlar, xonlar qochganda yig'laganlar bo'lganda, keyin nima deydi? Ularni sog'inganlar ham bo'lgan. O'sha xonlarimiz qani? O'sha davrimiz o'tib ketdi endi. Keyin baribir Sharq hukmdori-ku, Sharqda hukmdorga bo'lgan munosabat ham tamoman boshqacha. Keyin nima deydi? Xonlar ham, amirlar ham endi ideallashtirib olmaylik deyman, lekin har qalay mana sovet propagandasi tasvirlaganda qilib masxaraboz bo'lmagan. O'ziga yarasha siyosat olib borgan, o'ziga yarasha boya aytilgandaqa siyosatni tushunib tayyorgarligini ko'rgan, kimgadir yordam bergan, qanaqadir faoliyatlar olib borgan. Mana shu narsalarni haqiqatan biz haligacha yaxshi o'rganmaganmizda. Ba'zan achinaman. Bir qiziq ma'lumot bor. O'sha amirlik qulagandan keyin 200 ming buxorolik Afg'onistonga ketadi. 200 ming atrofida deyiladi. Endi aslida kelgan, ketganlar juda ko'p bo'lgan. O'shanda nima deydi? Shuncha odam tark etib ketgan, lekin juda uzoqqa ketmagan. Chunki ilgari hozirgidaqa endi surish kerak degan kayfiyat bo'lmagan, imkoniyat ham bo'lmagan. Majburlikdan ko'p. Afg'onistonning shimolida turishganda, aytishganki, vatanga yaqinroq bo'laylik, balki bir kun qaytib qolarmiz. Vaziyat o'zgarar. Balki aloqa qilib turarmiz, yaqinroq bo'lsak deb. Mana shunaqa shimolda yashab turishganda, ya'ni ular orasida amir tarafdorlari bo'lgan yoki qanaqadir qabilalar, butun boshli qabilalar ko'chib o'tgan. Eng qizig'i, Sovet davlati Afg'onistonga 70-yillardagi 79-yilda bostirib kirishi bu ikkinchi hujumida. Birinchi marta 29-yilda bostirib kirgan. Asosiy maqsad o'sha shimoldagi buxoroliklarni qochirish, qatl qilish. Lekin bu hujum haqida unaqa ko'p gapirilmaydi. Ko'p gapirilmaydi. Mana shunaqa maqsadda hujum qilingan. Ya'ni nima deydi? Buxoroliklar turibdi,
komfort emas biz uchun. Ularni ichkariroqqa deport qil degan talablar qo'ygan, hatto hujum qilgan Afg'onistonga. Keyin 43-yilda o'sha Stalin rejimini talabi bilan Afg'oniston shimolida turgan buxoroliklar deportatsiya qilingan. Bu masala ham o'rganilmagan bizda. Masalan, biz Qrim tatar deportatsiyasini bilamiz yoki Ozarbayjonda 50-yillarda deportatsiya. Qancha xalqlar, mesxetchi turklar, buxoroliklar Afg'onistonda deportatsiya qilingan, mamlakatning ichkarisiga Sovet davlatining talabi bilan o'sha chegaradan uzoqlashtirish uchun mana bunaqa narsalar hali ko'pchilikka ma'lum emas. Ko'p narsani bilmaymiz bu borada. Sabablari haqida bir narsa deyish qiyin. Endi mana ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol, ya'ni Buxoro parchalanmasligi mumkin edimi? Ya'ni davlat o'laroq o'zini o'zi saqlab qolishi mumkinmidi yoki baribir kun kelib bu amirlikka chek qo'yilarmidi? Ustoz, siz bu boradagi fikrlaringiz? Juda to'g'ri nima o'yladingiz? Qarang. Boya aytilganda 12 mingta armiyaga imkoniyati bo'lib turib, nimaga 4 ming, 5 mingga tushirdi? Va eng og'ir sharoitda jinoyatchilarni eng obro'siz kasbga aylantirdi harbiylikni. Demak, imperiya boshidan shunaqa yo'l bilan olib boryaptiki, ertaga urush baribir bo'ladi. Bolsheviklar bo'lmasa, uni kim tugatadi? Moskva tugatadi. Imperator tugatadi. Shuning uchun qo'shinini imkon qadar pasaytirib borgan, qo'shin yoshini 60 yoshlik bitta odam ham bor u yerda, 16 yoshlik bola ham bor. Asosan jinoyatchilarni qo'ygan va bu eng obro'siz kasbga aylantirilgan. Sababi, demak, ularda urushadigan odam bo'lish kerak emas. Va o'shalar ustidan kulingan. Bu maqsad, demak, tayyorlab borilayotgan edi. Endi ikkinchi bir narsa aytdik, suv masalasidan siqishdan maqsad amirni xalqning oldida obro'sizlantirish. Ikkinchi narsa, bolsheviklar bilan demak bu yerda Turkiston muxtoriyatini qonga botirdi. Arman o'sha qirg'ini bu yerda yosh buxoroliklar yoki bo'lmasa amir nahotki demak bir yo'lni topolmadi. Ikkinchi bir narsa bor, davlatning iqtisod juda muhim narsa. Bu 60 yil davomida hamma yo'llar, temir yo'li ham, boshqasi ham, hamma oddiy karvon, bug'doy ham masalan o'zini o'zi oldingidek ta'minlaydigan emas. Paxta ekiltirdi-ku asosiy joylarda. O'zini bug'doy bilan ta'minlash uchun nimadan, Rossiyadan kelish kerakmidi bug'doylar? Asosiy qarako'llar, pullar, banklar hammasi bolsheviklarning qo'liga o'tib ketdi. Ya'ni amirni ham puli bilan ushlab olib qo'ydi, ham suv bilan ushlab turibdi. Endi bu yerda maqsad amirni demak nega bolsheviklarga qarshi chiqolmadi desangiz, uni ikkita tomondan ham kissasiga chang solgan, ham demak aytdiki obro'siga boyagi suv bilan. Endi ikkinchi bir narsa bor. 18-yil Kolesov voqeasi degan bir narsa bor. 18-yilda fevralda Turkiston muxtoriyati qonga botirgandan keyin juda haligi kuchayib ketgan Kolesov go'yoki o'zi bir nima chiqaradi, Buxorodagi yosh buxoroliklarga yordam berish. Shu paytgacha amir bilan yosh buxoroliklar o'rtasida ziddiyat bor edi, lekin katta emas edi. Bu inqilobdan keyin e'tibor bersangiz, inqilobdan keyin bu yerda manifest tashkil qildi. Manifestda e'lon qilinganda go'yoki bir isyon manifesti bo'pti dedi. Chunki Fitratlar bordi, Fayzullo Xo'jayevlar bordi. Nimaga Romanovlar ketadi-yu, mana bu Amir Olimxon ketmaydi. Nimaga muvaqqat hukumat bu yerda bo'ladi-yu, bizda demak yarim mustamlakada ham bu aks etish kerak-ku. Bizda ham o'sha so'z erkinligi, demak ba'zi erkinliklar bo'lishi kerak. Mustabid tuzumni demak konstitutsion tuzumga almashtirish kerak bizda ham degan gapni aytgandan keyin bu yerda Kogon bilan kelishib bir manifest e'lon qiladi. Manifestni da demak shu huquqlar bor edi. Lekin manifestni e'lon qilingandan 2 kun o'tmay amir bekor qildi. Sababi mutaassib o'sha namoyishchilar bilan janjal chiqdi va bu janjalda qizig'i bu janjalda ham bu manifest bilan bu narsani yosh buxoroliklarni tiyib qo'yishni ham amir istagan emas. Amir bu narsaga rozi edi. Endi hozir kelamiz, qayerda ma'lum bo'ladi bu? Bu
kimga kerak edi bu o'rtada ziddiyat chiqarish? Bu bolsheviklarga kerak edi. Bolsheviklarga amirlikning oltini haqidagi hamma informatsiya bor. Amirni demak qudratsizligi ham hamma informatsiya bor va unga bahona qilish uchun ikkovi kelishib ketmasligi kerak. Aksincha ikkovi o'rtasida ziddiyat bo'lishi kerak. Shuning uchun ikkinchi qo'l bilan o'sha mutaassiblar bilan oqsalla o'rab namoyish qilayotgan 100 odamga demak qarshi chiqib urib tayoqlab 75 darra, u yerda ham qarasangiz ikkita odam o'lganday, qolgani 75 darra bilan qutulib ketgan. Juda katta bir nima emas. Shundan keyin manifest kuchdan qoldi. Xo'p, Xivadagiday muvaqqat hukumat bir kun bo'lsa ham hokimiyatni ushlab turmadi. Xivada bir 2-3 oy ushlab turdi. Endi Buxoroda nima bo'ldi? Endi 18-yil oradan 1 yil o'tib, 18-yil fevralda u kechagi voqeani eslab, Kolesov yo'lga tushdi. 1-mart kuni, 18-yil 1-mart kuni Toshkentdan poyezd yo'lga chiqdi. Bu voqeani ko'zi bilan ko'rgan G'ozi Yunus yozyapti. Bizni ovoldi deydi. Xuddi jurnalist sifatida olgan. Yo'lda ketyapmiz. Allaqachon Kogonda katta to'plar Buxoroga qaratib qo'yilgan deydi. Xuddi insoniyatga, islomiyatga dushman bo'lgan armani zobitlar deydi. Juda haligi nima o'ljasiga tashlanayotgan itday nima qilib chopib yuribdi deydi. Va ular allaqachon qarorga kelib bo'lgan amirni demak tiz cho'ktirishga. Keyin amirga ultimatum jo'natdi, topshiring deb. Amir aytdiki, mayli men demak hokimiyatni bularga topshirishga roziman. Faqat janjal bo'lmasin. Yo'q, janjal bo'ladi. Ya'niki zudlik bilan soatda. Keyin amirdan odam keldi, bo'ldi, bu shartingiz ham qabul qildi. Vaqtiga qarab degandi, ikkinchi martada qabul qilindi dedi. Nima shart qo'ysalaring qabul qilindi. Kelsin, nimani hokimiyatni olsin. Kim tuzadigan bo'lsa, menda hech qanday o'tgan safar ham ba'zi bir mufsidlarning nimasi bilan bu amalga oshmay qolgandi. Dunyoda bir nima yo'qki, hurriyat har bir millat uchun nimadir? Bir zaruratdir degan bir farmonda olib kelib bular endi maqsadga erisha olmay qoldi-ku. Bular janjal chiqarish kerak edi. Bular bir paytda nima bo'lib, yosh buxoroliklar xursand chopib yuribdi deydi. Ular deydi asabiylashib nima bo'lib qoldi deydi. Hali kutilgan narsa bo'lmay qoldi, endi urushma. Kutilmaganda deydi, o'q otildi degan gap chiqdi deydi. Vaholanki qarasak deydi, qizil askarlar bir 50 ta odamni sudrab kelyapti, oldiga solib kelyapti, orqasidan miltiq ko'tarib kelyapti, otayapti deydi. Keyin urush kerak-da bu yerda. Bizlarga hujum qildi degan gap bo'ldi-da, to'plar uzila boshladi deydi. Bular o'ylagandiki, hamma amirning xazinasi Sherbidinda deb. Sovet tarixida hech qachon shu narsani aytmaydi. Eng katta, eng go'zal saroy Sherbidinni yoqdi, tekisladi, uning o'sha Mirza Shamsni, ya'ni oliy qo'mondonni o'ldirdi. Keyin o'ldirgandan keyin Amir Olimxon aloqani uzdi. Ya'niki bular bilan kelishib lafzida turmaydi va voqea nima bo'ldi? Voqea o'sha payt Buxoroning bozorlarida chiqib o'sha voydod, islomiyat xarob bo'ldi, mana jadidlar hokimiyatga keldi deb bir guruh boshqa basharalar musulmoncha kiyinib chopib yuribdi dedi. Va o'rtada nimani boshlagan o'sha murosani boshlagan kishilarni yana kelib so'yib ketdi dedi, 30 kishini. Maqsad urushni chiqarish. Bu voqeadan keyin Kogonga kelib, Kogondagi hamma omborlarda tilla bormi, bank bormi, pul bormi, hammasini nimaga soldi deydi. Tinimsiz Buxoroga o'q uzyapti deydi. Maqsad ko'proq odamni o'ldirish. Shu paytda qishloq atroflaridan odamlar, minglab odamlar keldi deydi. Demak, eng qizig'i Buxoro shahridan tashqarida jang maydon tayyorlandi. Ertalabdan ma'lum bo'ldiki, Buxoro qo'shinidan tashqari xalq amirlik tomonda turib mudofaaga uyilib olishadi. Va ularga o'sha samolyotdan tashlangan varaqalarda nima ekan, bu biz ishchilarimiz, yalangoyoqlarning homiysimiz, sizlarni o'ldirmaymiz, sizlar amir zulmidan ozod qilishga. Buni o'qigan endi savodli odamlar bizga hech kim zulmidan ozod qilmang deb oldinga chiqadi va bundan kutilmaganda bu zarba edi, asabiylashgan Frunze to'pga tutishga buyruq beradi va maydon hali jang boshlanmasdan qonga bo'yaladi. Keyin
amirning buyrug'i chiqadiki o'sha dodxolarga odamlar tez ketsin bu yerdan. Va endi bular kuzatadi jang ketishini, qani nima bo'lyapti. Qarasa, qizil askarlar odamni emas, ko'proq soldatni emas, otni otayapti. Otni otayotgandan keyin bular xulosaga keladi, ha, demak tirik ushlamoqchi. Tirik uzoqqa keta olmaydigan qilyapti deb zudlik bilan amirning o'sha o'toviga Ostonaqulini 3 ta bolasi bilan olib kelishadi. Ostonaquli amir bo'lib oladi, amir kiyimida, polni to'liq kiyimni kiyadi. Muhammad Amin bilan Muhammad Solih amirning yaqinlari bo'lib tashqaridan yugurib shu voqeani bo'layotganda amirni o'zini oddiy kiyimda yashirin olib chiqib ketadi-da, G'ijduvonga kelib Abdulla Boyvachchaning uyiga kirib keladi. Abdulla Boyvachchaning uyiga kelgandan keyin nima gap bo'lsa, bularning maqsadi yomon, atrofdagi otlarni o'ldiryapti va otliq qo'shinni o'ldiryapti. Zudlik bilan ot topish kerak, chiqib ketish kerak. Bular tirik qo'lga tushirmoqchi. Shuning uchun jang keyin bu yerda Farmon Dodxo buni o'sha nimaning Farmonbek Dodxo xatirchining o'sha bir qo'shinning qo'mondoni edi. Farmonbek Dodxo go'yoki amirning oldiga yigitlari bilan boradi-da, urushib qolgan narsasini yasab xatirchi tomonga qarab yo'l oladi. Ya'ni amir keyin ozgina vaqtdan keyin, ya'ni o'sha soxta amir Ostonaquli arkka qarab yo'l oladi. Va bu qizil askarlarda nima paydo qiladi? Demak, amir yutqazganini sezib arkka chekindi degan. Bu Abdulla Boyvachchaning uyida o'tirgan kichkina guruh aytadiki, demak Dushanbega qarab yo'l oladi. Keyin bular amir nimaga arkka kirib Buxoroga kirib borgan qizil askar, Buxoro atrofida jang qattiq bo'ladi devorlarda. Kirgandan keyin uni qarasa, bu yerda amir yo'q, Ostonaquli o'tiribdi. Mana shundan keyin iziga odam jo'natadi. Bu yoqqa xatirchi tomonga qochgan guruh asta o'zini dushmanni aylantirgandan keyin Dushanbega yetib boradi. Va zudlik bilan Afg'onistonga borib shunaqa voqea bo'lyapti. Sababi Dushanbeda qola olmasdi. Dushanbeda na bu nazarda tutilmagan edi, na joy bor amirning xotinlari, ayonlari uchun, na oziq-ovqat bor otlarga. Bir bino ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Uzoq muddatda o'sha arkonni ushlab turish mumkin emasdi. Shu uchun Afg'onistondan qalasini yordamga so'raydi va chegarani zudlik bilan Amudaryo bo'yiga qo'shin qizil askar to'planayotgandan keyin o'tkazmay qo'ymaslik uchun va paytdan foydalanib o'sha jarayonda minglab o'sha qurolli yigitlar boradi. Faqat Afg'onistonda uzoq tura olmaydi qo'shinlar, sababi afg'onlar bitta shart qo'yadiki, amirning joni bizga omonat, lekin oldingizdagi harbiyni hammasini chiqarib yuboring deydi. Sabab bizga xavf tug'dirasiz deydi. Bu harbiylaringiz xavf tug'diradi deydi. Keyin harbiylar iltimos qiladi, biz xavf tug'dirmaymiz. Lekin amir aytadiki, endi nima bo'lsa oylik belgilandi, joy nima qilindi, endi vatanga ketinglar. Vatanda muqarrar o'lim kutib turibdi. Keyin aksar qismi o'sha harbiy nimasini, rutbasini tashlab savdoga kirishadi. Savdoda izidan odam qo'yib, bu yerdan josuslarni, ular taniydigan odamlarni qo'yib, bozorda yurib o'sha rustoq savdo qilayotganlarni ovlash boshlangandan keyin bir qismi amirning buyrug'i chiqadi, xohlang Saudiyaga keting, xohlang Hindistonga keting, faqat Afg'onistonda qolmang degan gap bo'ladi, chunki bular iltimos qilyapti shunaqa deb. Endi tushuntirishga harakat qiladi. Ozda 2000 kishilikdan 500 kishigacha odam qoldi va ularga ruxsat berildi. Mana shu bilan 20-yil 1 Fayzullo Xo'jayev hukumati ommaviy avf e'lon qildi. Ya'ni Yusufzoda borib hammasini aytdiki, qaytdik, bo'ldi. Nimangiz qaytariladi, huquqingiz qaytariladi. Hatto Fayzullo Xo'jayev amirning barcha o'sha beklarga ham, hattoki o'sha Farmon Dodxoga ham katta lavozimlar beradi. General o'sha nimani amirni afg'on podshosi bilan uchrashtirib xatni yetkazgandan keyin ruxsat so'raydi. Men endi vatanga qaytaman, sizni ko'nglim to'q, buyrug'ingizdan keyin nima bo'ldi deb qaytib keladi. Fayzullo Xo'jayev unga Qarshidagi, butun Qashqadaryo viloyatidagi soliqning boshlig'i degan. Anaviga ham Ostonaquliga ham, Ostonaqulining o'g'illariga ham katta lavozimlar beradi. Ya'ni amirning tajribasiga ega bo'lgan o'sha beklarga, nimalarga hammasini
bu hukumatga oladi. Sababi nima edi? Sabab ularda xalq orasida obro'si bor, tajribasi bor. Lekin bolsheviklar buni bilib qolgandan keyin hammasini qatag'onga uchratib, ya'ni demoqchimizki, bu yerda Fayzullo Xo'jayev bilan amirning amaldorlarining o'rtasida ham allaqachondan eskidan do'stlik bor edi. 18-yilda o'sha 20-yil voqealardan keyin, ayniqsa 18 Kolesov voqealaridan keyin juda ko'p biylar, juda ko'p dodxonlar qamoqqa olingan, sababi ularga jadid degan aybqulov qo'yilgan. Ya'niki bu yerda muammo demak amir bilan emasdi. Bu yerda muammo endi bolsheviklar yangi bir, shu uchun doim sunniy partiya deb nimani endi yana bitta bular Fayzullo Xo'jayev hukumatiga zarba kutib turgan ediki, nimani 23-yilda Fitratni, Muyinjon Aminovni, boyagi Bahovuddin Aminning otasi, bu juda katta Ravkat, juda katta suyanch Otaullo Xo'jayev hammasini nimadan chiqarib yubordi? Moskvaga borib, Qozonga borib qamab qo'ydi. 23-yilda Xorazm uchun ham, Buxoro uchun ham yangi bir surpriz tayyorladiki, bu milliy chegaralanish. Milliy chegaralanishga birinchi qarshi chiqqan Fayzullo Xo'jayev bo'lar. Demak, o'sha ba'zilarning Fayzullo Xo'jayev rus armiyasini chaqirib kelgan degan qarashlari haqiqatga umuman qarshi. Albatta. Hech qachon unday bo'lgani yo'q. Bularning niyati nima edi? Toshkentda o'sha qiyinchilikda yashayotgan paytda o'sha Beyli kelgan, Aleksandr Beyli aytadi, xohlasalaring Toshkentda sizga ruxsat bermayotgan bo'lsa, mana Qashqarga o'tingizlar, biz sharoit qilib beramiz dedi. Ular hammalari Qashqarga ketayotgan edi otda. Eserlar chiqadi, yo'q, bu odamlar bizga hali kerak bo'ladi dedi. Ya'niki bu bolsheviklarning ham bu garchi qarang, bolsheviklar nima oqlarni ustidan oqlarni masalan o'sha kim oldingi imperatorning qo'shinini oq armiya deymiz-ku, ularni mulkini tortib oldi, ularni huquqlarini bekor qildi. Lekin qarang, o'sha eserlar ham, o'sha oq ofitserlar ham bolsheviklar bilan birlashib ketdi. Xuddi hozir Fayzullo Xo'jayev bilan nima amirning dodxonlari birlashib ketganday, bular ham birlashib ketdi. Bular mahalliy aholiga, ya'ni mustamlakachi bilan musulmonchilik ham bo'lishi mumkin bu yerda. Erta musulmonlar bizlarga nima qiladi deb. Ularga bolsheviklar ma'qul tushdi. Ya'ni bu yerda kelishuvlar demak nimani ustida bo'ldi va bu jarayonda yosh buxoroliklarga shunday taqdir qisib bordi. Bu yerda hech qanday juda katta nima yo'q. Amir Buxoro amirining bularga zulmi haqida to'g'ri o'ldirilganlar juda ko'p, lekin bu o'ldirilganlarning solishtiradigan bo'lsak, bolsheviklar bir kunda o'ldirganlarning soni masalan ular 3000 deb ko'rsatadi, bolsheviklar o'sha oxirgi kun o'ldirilganning soni 30,000 atrofida bo'lgan. 30,000. Ha, bu 10 barobar. Bulardiki bir kunda, bulardiki. Shu uchun lekin asosiy ayblov kimga amirga qo'yiladi? Amir unday edi, amir bunday edi. Bu yerda tarix haqiqatan ham butunlay teskari. Bilasizmi, shunaqa taassurot ham uyg'onyaptiki, hatto endi jadidlar tabiiyki, men oldindan bir shunaqa fikrda edim, jadidlar juda ham progressiv bo'lgan. Masalan, bolsheviklarni endi progressiv harakat bo'lgan, progress olib kelgan deyishadi. Jadidlar ulardan ham progressiv fikrlarda bo'lgan deb o'ylayman. Hozir endi hatto amir va uni atrofidagilar ham ancha o'ylaganimizga nisbatan progressiv fikrlagani o'rtaga chiqyapti. Chunki endi hozir juda ko'p gapirildi. Bitta kichkina misol o'sha shahar qiyofasini saqlash, to'g'ri, binolar, me'morchilik, tarixiy yodgorliklarga e'tibor. Ayniqsa bugungi kunda o'ylamay netmay qanaqadir binolar buzib tashlanayotgan, daraxtlar kesib tashlanayotgan davrda o'ylab qolyamanki, oldin hozirgidan ham yaxshiroq munosabat bo'lganmi deb o'ylab qolyaman. Ilgari Buxoroni eski ko'chalarida aylansam o'ylab qolardim. Qadimdagi mahallalarimiz hozirgi ko'chalarga nisbatan zamonaviy urbanistika talablariga ko'proq javob beradi deb o'ylardim.
Bu fikrimga bir kichikroq bir tasdiq topganday bo'ldim. Qaysidir ma'noda qulayroq, Qulayroq. o'sha aholi uchun, xalq uchun mo'ljallangan Shunaqa. go'yo. Ustoz va suhbatimiz so'ngida bir narsaga e'tiborimizni qaratsak, ya'ni o'sha Buxoro amirligining parchalangandan so'ng tabiiyki xalq orasida, xalqning ongida o'ziga xos bir xotira saqlanib qoldi va ayniqsa o'sha Afg'oniston hududiga qochgan sobiq Buxoro aholisining ongida o'sha hattoki 1940-yilgacha vaziyat o'zgaradi kabi bir umid shu'lasi bo'lgan va hattoki o'sha u davrdan keyin ham o'sha Buxorodan qochganlar orasida qandaydir o'ziga xos bir nostalgiya bo'lgan va tabiiyki keyinchalik bu nostalgiya nima deydi yo'q bo'lib ketgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda aynan o'sha sovet propagandasining o'rni qay darajada katta? Bu xotiralarning tamoman puchga chiqarilishida. Hozir men bir Buxoro amiri va qarindoshlari degan bir o'qigandimda. Ya'ni kimlar qoldi o'sha amir saroyida ishlagan odamlar, amir ayollari hammasini olib keta olmagan-ku. Masalan, Qog'oz begim, amir o'sha nimasida haramida bo'lgan ayollar olingan, hammasi turli laqablar bilan yollangan va ular endi haramdagi voqeani biladi. Amir bilan birov 1 oy yashagan, birov 6 oy yashagan, lekin saroydagi vaziyatni biladi. Ulardan nima sifatida foydalangan, xo'rak sifatida foydalangan. Tabiiyki amir har kimga uylanmaydi. Unga o'sha zodagonlarning qizlari bo'ladi. Albatta aslzoda bo'lish kerak. Saroy shartlarini o'rgatadi amirning o'sha haramiga borguncha. Bu narsalardan keyinchalik Afg'onistonga borib o'shalarni turli yo'llar bilan sizdan farzandim deb boshqa deb suiqasd qilish uchun, ya'ni ayollardan shu darajada foydalanganki, yana bitta narsa bor, hattoki mana Tamara xonimlar ham boshqalar ham nima qilgan, hozir aytganlaringizda go'yoki Eronda, Afg'onistonda, shimoliy chegaralarda O'zbekistondan konsert jamoasi keldi, hozir qo'shiq bo'ladi deydi. Sog'ingan vatanni odamlar yig'ilib keladi. Bir nechta qo'shiqdan keyin bular yugurib mashinaga chiqadi. Ular avtomat bilan atrofda yig'ilganda hammasini otib tashlaydi. Shu yo'l bilan har xil yo'l bilan amir, hattoki amir qabuliga kirish uchun bir necha nima bilan tekshiruvdan keyin kiritilgan. Ya'ni u yerda yashash oson bo'lmagan. U yerda chegaradan ming azob bilan o'tsangiz, qizlari tortib olingan, pullar tortib olingan, jonlari olingan va buni bemalol qilishgan bu ishni. Sababi o'sha shimoliy Afg'onistonda pashtunlarning demak qo'ldan ketish xavfi boya 29-yilda edi. Bu yerda Ibrohimbek Laqay borib ko'rgandan keyin, amirning bu mustar holatini ko'rgandan keyin achchig'i chiqadi. 500 ta afg'on askarini o'ldirib hujum qilib yo'q qilib tashlaydi. Keyin hamma buyuklikda o'zining odamlariga bo'lib beradi. Xullas shimoliy Afg'onistonda mustaqil bir nimani tashkil qilib bir necha vaqt va afg'onlar kuchi yetmaydi. Jangi Laqay deydi afg'on tarixida. Natijada o'sha Afg'onistonga 29-yilda afg'on hukumati sovet qo'shinini chaqiradi. Sovet qo'shini bilan kelib, sovet qo'shini afg'onlar bilan emas, aynan Laqay bilan urushadi va o'rtada fitna chiqaradi maxsus. Ya'ni azaldan Afg'onistonda yashayotgan va Ibrohim Laqay buni juda ham fitnani juda ham boplashadi. Sababi o'sha fitnada go'yoki Ibrohimbek Laqay hammaga soliq solgan, chidab bo'lmaydigan darajada va azaldan u yashayotgan o'zbeklarni urib tahqirlaganligi haqida gap chiqaradi. Natijada nima qilyapsizlar deb ular qo'llab-quvvatlashdi. Ayniqsa Qiziloyoq eshon qo'llab turkmanlar qo'llab-quvvatlashni to'xtatadi va natijada yana amir aralashib Ibrohimbek Laqaydan chiqib ketishini so'raydi. Bu jarayonlar juda ham qiziq. Bu yerda o'sha Afg'onistonga borgan buxoroliklarga ham oson bo'lmagan. Keyinchalik bu ular Saudiyaga qarab siljidi va Turkiyaga qarab siljidi. Bugungi kunda Amerikada yashayotgan buxoroliklar, umuman buxorolik jamiyatlari
bizda ikkita diaspora bor o'zbeklarning ichida. Bu Xorazmda bunga imkoniyat bermadi, juda uzoq bo'lgani uchun buxoroliklar va turkistonliklar o'zbek nomi bilan o'zbeklar jamiyati, o'zbeklar darnagimi, taqiyasimi deb nima qiladigan bo'lsa, buxoroliklar o'zlarini buxoroliklar deb ataydi va ularda ozgina nima bor, sababi nima, KGBning maxsus tashqi xizmati ularni ikkovini birlashtirmaslikka, doimiy o'rtada ziddiyatda ushlashga harakat qilgan. Chunki Buxoro o'zbeklari balandroq o'zlarini tutishgan, sababi ko'pchiligi ancha aloqalari bor edi, boyroq edi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda ham hali ikkovi birlashgani yo'q. Keyinchalik esa Ibrohimbek bilan masalan Shermuhammadbeklar o'rtasida qanaqadir bir narsa chiqarishga harakat qilingan. Bu istiqlolchilik harakati ham nihoyatda katta o'rganilishi kerak bo'lgan narsa. Bu juda katta tarix. Umuman olganda shu tariqa Buxoro agar 21-24-yillar davomida mavjud deb qog'ozda aytilgan bo'lsa ham, aslida bolsheviklar olgan kundan boshlab Buxoroni umuman tugatgan edi. Bu hukumatlar amirning hokimiyati Buxoro shahridan chiqmagan bo'lsa, Fayzulla Xo'jayevning ham hukumati demak juda ham cheklangan bo'lgan. Hatto o'sha kuni uni nimaga qamab qo'ygan, vagonga qamab qo'ygan, voqealarni ko'rmasin deb, sizga hozir amirning askarlari hujum qilmoqchi, suiqasd qilmoqchi deb deyarli qamoqda yashagan. Yoki bo'lmasa konsert berayotganda kelib nimani qulflab tashlagan, ichidan yoqib yuborgan. Endi mo'jiza bilan tuynukdan zo'rg'a tirik chiqib ketgan. Yoki bo'lmasa o'sha Kavkazda yiqitib ustidan mashina bilan bosib o'tib ketgan, oyoq tilib ketgan. Necha marta pistoletda. Bu hujumlardan hammasini ichida bitta hujumdan keyin inson qariyb oylab o'zini yo'qotib qo'yadi. Fayzulla Xo'jayev doimiy nimani ustida yashadi. O'sha 20dan 24gacha davr, lekin shunda ham erishgan ilm-fan, boya o'tgan bir suhbatimizda nima qilgandik, o'sha Germaniyada o'qitgan yoki bo'lmasa shuncha uylar, shuncha narsalar, bu yerda juda katta bir donolik bor. Yana uni doimiy kurashi o'sha qorako'lchilikni. Chunki Buxoroning asosiy daromadi millionlari qorako'lning orqasidan. Suvsiz sharoitda jahon bozorida monopol bo'lib nomini chiqarib, hattoki Buxoro qorako'lini ingliz qirolichasiga kiydirish darajasiga erishish uchun, bitta qorako'l narxini ot darajasiga chiqarish uchun qanaqa bir savdo nimasi kerak, yuksak bir madaniyat kerak. Buxoroda shu narsa bor edi. Buxoroliklarning do'konlari Berlinda ham, Parijda ham, Londonda ham, umuman o'sha jahon mo'yna bozorida Buxoro qorako'li degan nom bilan, qorako'l bilan kirib, hattoki uni Avstraliyada ham, Namibiyada ham, Latin Amerikasida ham Buxorodan olib ketilgan qorako'llarni ko'paytirib, demak bu Buxoroni kiritgan narsasi. Bu katta narsa. Boya aytdingiz, Fayzulla Xo'jayev birinchi bo'lib milliy chegaralanishga qarshi chiqqan dedingiz, lekin keyinchalik bilamizki, aslida bu jarayonda keyin juda faol qatnashgan, keyin O'zbekiston tashkil topishida eng faol qatnashgan arboblardan biri hisoblanadi. Bilamiz, o'sha milliy chegaralanish jarayonida endi mahalliy etnoslar orasida konfliktlar kelib chiqqan. Qozoq, o'zbek, tojik, bu yoqda qirg'iz bilan turkman bor. Yer talashuvlari vujudga kelgan, tuproq talashgan, qaysi shahar kimniki degan mana shunaqa jarayonlarda endi Fayzulla Xo'jayev aslida qanchadir yerni saqlab qolgan deyishadi. Ya'ni aslida O'zbekiston hozirgidan ham kichikroq bo'lishi mumkin edi deyishadi, chunki mana Qozog'istonning yeri qancha katta, to'g'rimi? O'zbekiston unaqa katta emas, hatto Turkmanistondan ham kichkina. Kichkina, to'g'ri. Mana shu masalada menda savol tug'ilyapti. Nimaga O'zbekiston aynan hozirgi shaklda, keyin Fayzulla Xo'jayevning roli qanaqa bunda? Keyin ko'p aytiladiki, mohiyatan O'zbekiston Buxoroning davomi deydi. Shu Buxoro amirligini bir davomi bu, katta Buxoro deydi.
chunki baribir uchta xonlik bo'lgani bilan Buxoro amirligi eng yirigi bo'lgan, nafaqat hudud, balki davlatchilik nuqtai nazaridan ham davomi bo'lib xizmat qilganda, mana shu ta'kidda qanchalik haqiqat bor? Haqiqatdan ham katta Buxoro deydi O'zbekistonni. Ya'ni Buxoroni hamisha bitta dard qiynagan, Buxoro xalqini ham, Buxoro davlat arboblarini ham o'sha Ashtarxoniylar davrida, balki Shayboniylar davrida Xorazmdan ajralib qolish, Ashtarxoniylar davriga kelib Qo'qondan ajralib qolish va keyinchalik mustamlaka bo'lgan 50 yil yarim mustamlaka bo'lgan davrda boya aytilgan o'sha suv tazyiqi. Bu juda ham bitta nima uchun og'ir edi. Shu uchun Fayzullo Xo'jayev ko'ziga yer ko'ringani yo'q o'sha paytda. Fayzullo Xo'jayevning ko'ziga Turkistonni bo'linishi ko'ringan. Misol uchun aytaman, 1934-yilda kitob yozildi O'zbekistonning 10 yilligiga bag'ishlab va o'sha kitobda hech bir jihatdan demak maqsadga muvofiq bo'lmagan milliy chegaralanish deb atalgan bu nima biz Turkiston uchun bir katta fojia deb baho beradi. Bu to'g'ridan to'g'ri Stalinga aytilgan gap edi. Ya'ni siz madaniyat olib keldik deb aytasiz deydi. Qayerda o'sha men bilgan shahar Samarqandda madaniyatingiz o'zingizning yashagan mahallangizdan tashqariga chiqqani yo'q-ku. Bitta do'kon qurdingizmi, bitta maktab qurdingizmi deydi. 34-yilda aytilyapti. Eski shaharlarda deydi, sizning o'sha madaniyatingiz o'sha o'zingizda olib kelgan soldatingiz chinovnigingizga xizmat qildi deydi. Na o'sha doktorxonadan hech joydan foydalangan yo'q deydi. Na ta'limda, na boshqada deydi. Bu hattoki o'sha paytda zudlik bilan hozir hukumatni almashtiradigan payt keldi degan gapni aytgan. Ya'niki allaqachon ya'ni bu yo'l bilan SSRni demak amalga oshirish bu stalinizm diktaturasiga qarshi. Ikkinchi tomondan esa xalqlarni ustidan o'tkazilayotgan hukm. Ya'ni Fayzullo Xo'jayev har doim eshituvchi bo'lmagan. Shunday og'ir gaplar borki, masalan, u tinimsiz tadqiqot olib borgan. Masalan, o'sha angor echkisini qayerda boqsa bo'ladi, qarako'lni qayerda boqsa, ipakchilikni qayerda rivojlantirsa, sigirchilikni, otchilikni aytadiki, biz qachondan faqat paxta yetishtiradigan bo'lishimiz kerak dedi. Bu oziq-ovqatimiz nima bo'ladi dedi. Bu narsalarning hammasi SSRning o'sha plan siyosati. Eng asosiysi O'zbekistonni paydo bo'layotgan paytda Fayzullo Xo'jayev menga 5 ta shahar berasan dedi. 1 metr ham yer so'ramadi u. Demak, Toshkentni so'radi, Qo'qonni so'radi, Xivani so'radi, Buxoroni so'radi. Asosiy o'sha madaniyat nimalari bo'lgan. Muhim. Bu muhim. Mana shu 4 tani ushlasa bu Turkistonning yuragi deydi, asrlar davomida ushlagan deydi. Ertaga qachondir deydi bu yana o'sha nima bo'ladi deydi. Shuni bo'lib yubormasak biz hech narsa yo'qotmaymiz deydi. Ya'ni eng asosiy tarixiy shaharlarni ushlab qolishga harakat bo'lgan ekan. Endi shuni yo'qotish uchun nima qildi? O'sha paytda haqiqatan ham Toshkentda mahallalar bo'lgan, Samarqandda mahallalar bo'lgan, Buxoroda mahallalar bo'lgan, Qo'qonda mahallalar bo'lgan, juda asrlar davomida tanlangan bir o'zini nima qilgan oilalar bo'lganda, bularni ham o'sha mahallalarga yo tuberkuloz больница yoki bo'lmasa yangi shahar qurib odamlarni ko'chirib tashlagan. Ya'ni o'sha o'choqlarni portlatgan. O'sha joylarda bir-biri bilan eng katta qirg'in o'tkazilgan va o'sha Yevropadan ko'chirib keltirilgan odamlar joylashtirilgan. Bu yo'l bilan shaharlarda ham ma'naviy qiyofasini, ham o'sha shaharlik bir-bir olib yuradigan nimasini yo'qotdi. Shaharlarni bir-biriga ataylab Toshkentda masalan Kirov tumani, Oktyabr tumani, Stalin tumani, Orjonikidze tumani, har bir ko'chada partiya ko'chasi, Lenin ko'chasi, maqsadki o'sha eski tarixdan uzib tashlash.
bu yo'l bilan demak o'sha Fayzullo Xo'jayev maqsadiga erishmasligi kerak edi. Va endi Fayzullo Xo'jayevni g'oyasi deganimiz Buxoro yashay olmasdi. Agar boyagi hududida Buxoroning umri tugagan edi. Chunki u yerda suv manbasi tugagan edi, unga berilgan chegarada. Shuning uchun Buxoroni qoldirish uchun u mana shu vositadan foydalandi. Va bu qaysidir ma'noda, masalan, Samarqand, albatta Toshkentni poytaxt qilishga boshida ham rejada bor edi, lekin Toshkentga hech kim ko'nmasdi. Sababi Toshkent umuman Turkistonning markazi edi. Bu yerda juda ko'p qozoq ziyolilari o'qigan asosiy janjal Toshkent ustida bo'layotgandi. O'zbekistonni poytaxt deb Toshkent deb e'lon qilsa, bu tabiiy norozilikni ko'paytirardi. Endi shu uchun Samarqand, Buxoroda O'zbekiston e'lon qilindi, Samarqand poytaxt qilindi. 30-yilda bir kechada Toshkent olindi. Sababi endi hali bu paytda Qirg'iziston viloyat darajasida, Tojikiston viloyat darajasida. Keyinchalik SSR o'zining o'sha Farsiy dunyodagi tashqi siyosatini inobatga olib, Tojikistonga respublika maqomini berdi. Qirg'izistonda demak respublika maqomi, Turkmaniston. Endi bu o'rtada ziddiyat qilmaslik uchun har qaysiga alohida alifbo, har qaysiga sababi bular birlashmasligi kerak. Shunda bo'lib tashlangan taqdirda keyin ichki bo'linmalar. Bularning hammasi demak jadidlarning bergan zarbasidan keyin o'sha yosh buxoroliklar, yosh xivaliklar bularni nimasi shu bilan ovora bo'lguncha u allaqachon Lenin o'lib ketdi. Bu davoning kasali bo'lgan Stalin o'zini dushmanlari bilan nima qilib ketdi? Bir holatga kelib 50-yillarda o'zini ahamiyatini yo'qotdi va o'sha o'zini vahshiyliklarini tan oldi qaysidir ma'noda. Lekin paxta ishigacha davom etgan bu jinoyat 17-yilda hokimiyatga kelgan jinoiy guruh o'sha oxirgi kungacha o'zining boshidagi vazifasini, ya'ni paxta ishidan biz bilamizki, o'sha jinoiy nimasi bilan, qon to'kishi bilan tugadi. Hozir qisqacha bir narsa aytib o'tay. Birinchi poytaxt Samarqand bo'lgan deyiladi, keyin Toshkent bo'lgan deyiladi. Ko'pchilik bilmasa kerak, aslida O'zbekiston Buxoroda e'lon qilingan. Qisqa muddat bo'lsa ham Buxoro poytaxtlik vazifasini bajargan. Shuning uchun O'zbekistonning birinchi poytaxti qaysidir ma'noda Buxoro, shu ham Buxoro shahrini, Buxoro amirligini o'rnini ko'rsatadigan narsa. Mavqeini. Endi yana bir narsani aytmoqchi edim. Boya katta Buxoro dedik. Boshqa ta'rif ham bor. O'zbekistonga beriladigan kichik Turkiston deydi. Ya'ni buni endi biroz romantik tuyulishi mumkin, lekin qizig'i qanaqadir o'zbek muallifidan o'qimaganman. Sergey Abashin, rus zamonaviy hozirgi tadqiqotchi, zamondoshimiz bo'lgan bir rus tadqiqotchisidan o'qiganman. Ya'ni katta Turkiston yaratilmadi. Hech bo'lmaganda kichik Turkistonni yarataylik deb O'zbekiston yaratishga va uni saqlab qolishga harakat qilindi. Shuning uchun Turkistonning asosiy tarixiy madaniy markazlari O'zbekiston tarkibida edi deyiladi. Bunda ham qanaqadir ramziylik bor aslida. O'zbekiston balki Qozog'istonchalik boy davlat emasdir, lekin zimmasida kattakon tarixiy kapital bilan kattakon vazifalar bor. Buni bir kun kelib anglaymiz deb umid qilaman. Va o'sha madaniyat o'choqlari bo'lib xizmat qilgan shaharlar ham O'zbekiston hududida qolgani nazarimda o'shaning nishonasi. Xo'p, aynan mana shu nuqtada ijozatingiz bilan qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Ustoz, sizga tashrifingiz, bilimlaringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Nazarimda mana ustoz barcha gapirgan gaplarini aytib berayotgan paytlarda ko'z oldimdan butun boshli bir serial o'tdi va shunaqangi bir fikrga keldimki, kun kelib kinoijodkorlarimiz o'sha Padение Buxarskого Emiratiga o'xshagan sovet mafkurasi bilan sug'orilgan filmlarni emas, balki asl tarix, asl manbalarga oid bo'lgan bir yaxshi serialni ushbu mavzuga baxshida qilishsam, nazarimda maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu
Qurultoy podkasti edi. Obunachilarimizdan faollikni, layklarni va izohlarni kutib qolamiz. Navbatdagi podkastlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat. دل من از غصه خون شد جگرم هزار پاره دل من از غصه خون شد جگرم هزار پاره گل سرخی نازنینم تو زیمن خبر نداری گل سرخی نازنینم تو زیمن خبر نداری شب روزی من غمینم تو زیمن خبر نداری شب روز من غمینم تو زیمن خبر نداری بگو جورم ز دردم چی دوا کنم چی چاره بگو جورم